İslam adabıdan bir dasta. Abduri Şeyx Allama Abdulfattah Abu G'udda. Tarjima qilguvchi Muhammad Qavul Qaraxoni. Muharriri Dr. Abdul Aziz Rahmatullah A9. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muallif haqida. Ma'lumki, islom shariati hayotlikning cho'ng-kichik hamma taraflariga doir go'zal axloq va esil adablarga boydir. Ummat olimlari Qur'on Karim, sunnati saniyya va salaf solihlarning ish izlaridan iborat islom kallariga chechilib ketgan ana shu adab axloq dorlarini qazib to'plashga atlangan. Shu olimlar qatoridan murabbiy ustoz Shayx Allama Abdulfattah Abu G'udda hazratlari shu manbalardan islom adablarini qazib to'plashga atlanib, islomning go'zalligi, latofatini va islom madaniyatining naqadar yuksakligini javlan qildirishga, yangi bo'g'inlarni islom adablari bilan tarbiyalashga tirishgan va bu borada bir muncha kitob, risola, sharh izohlarni yozgan. Qo'lingizdagi bu bebaho risola ana shulardan birisidir. Ushbu ixcham va mag'izliq risolada muallif adabning qimmati, musulmonning hayotiga zich munosabatlik ba'zi muhim ijtimoiy adablarni ro'shan tilda zikr qilgan bo'lib, xususan uyga kirish-chiqish, ziyorat, ziyofat, kasal yo'qlash, suhbat va to'y-to'kin adablari, ota-onaning oldida, boshqa cho'nglarning oldida rioya qilinadigan adablar, safardan kelgan kishini kutib olganda va safardan kelguchining o'zi rioya qilishga tegishli adablar, musibat xabari yetkazganda rioya qilinadigan adablar va ta'ziya adablari qatorliq temalarda to'xtalgandir. Aniqki, bu adablar go'zal musulmon kimligi tiklash, musulmonlar jamiyatining ijil inoq bo'lishi uchun har bir musulmon hayotida bilishi va rioya qilishi zarur bo'lgan adablardandir. Ushbu risolaning musannifi adablik payg'ambarning adablik varisi, salaf solihlarning davomi, Rabbani alim, faqih va muhaddis Shayx Abdulfattah ibn Muhammad ibn Bashir Abu G'udda hazratlari milodiya 1918-yili 28-aprel Suriyaning Halab shahrida adab axloqliq va diyonatlik bir oilada dunyoga kelgan. Shayxning nasabi ulug' sahoba Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu tutishdi. Shayx avvalo Halabdagi Arab islom maktabida, undan keyin sobiq Osmonli valisi Xusrav Pasha tarafidan qurilgan, kunimizda shar'iy to'liq o'ttira degan nom bilan tanilgan Osmoniya Xusrav maktabida o'qigan. 1942-yili maktabni bitirib Azhar Sharifga o'qishga borgan va 1944-yili 48-yillari orasida shariat fakultetini bitirgandan keyin Azhar Arab tili fakultetida o'qituvchilik kasbi bo'yicha o'qib 1950-yili o'qish bitirgan. U butkul o'qish tarixida hamisha ko'zga ko'ringan a'lochilardan edi. Shaksizki inson o'zi agashgan ustozlardan ulgu oladi. Ularning tushunchalari mo'l ilmi, suzuk aqli va xarakterlarining mustaqil maydoni va dadilliklarining ta'siriga uchraydi. Kishi hayotida ko'p ustozlarga talib bo'lib, ulardan har bir ustoz xushpuroqlik bir gulga o'xshaydiki, birisida bor xushpuroq, yana birisida yo'q. Ular to'plansa inson uchun fazilat va yaxshilik gulistoni bo'ladi. Shayx Abdulfattah rahimahulloh fazilatlari, salihligi, ilmi va amaliyotchiligi bilan mashhur bo'lgan nurg'un katta olimlardan ta'lim olib, o'z gulistonini barpo qilgan zot bo'lib, shu olimlarning ichida shayxning aqli, fikri va ilmiga bakrak ta'sir ko'rsatgan ustozlar bordir. Shu jumladan birinchi, sobiq Osmonli davlatining shayxul islomi Shayx Mustafa Sabri. Ikkinchi, sobiq Osmonli davlatining shayxul islom vakili Shayx Muhammad Zahid Kavsari. Uchinchi, davr faqihi Shayx Mustafa Ahmad Zarqa. To'rtinchi, tarixchi va muhaddis Shayx Muhammad Rag'ib Tabbagh. Beshinchi, Shafi'i faqih Shayx Isa Bayanuni. Shayx Abdulfattah Abu G'udda ustozlarga cho'nqur ixlos qilib, ularning adab axloqlarini o'ziga singdirgan edi. Ustozlarni doimo tilga olib, ularga Allohdan rahmat tilaydi. U Imom Sufyan ibn Uyaynaning salihlarni zikr qilganda rahmat nozil bo'ladi degan so'zini dalil keltirgan holda, mashayix ustozlarni zikr qilish rahmat va barakatning sababchisidir deydi. U ustozlarga vafodor kishi edi. Yozgan ba'zi kitoblarni eng ko'p foyda olgan ustozim deb sifatlagan ustozi Shayx Muhammad Zahir Kavsarining ruhiga bag'ishlaganligi hamda Shayx Kavsarining ismini cho'ng o'g'liga qo'yganligi shu vafodorligidan bir misolidir. Shayx Misrdagi o'qishini tamomlagandan keyin yurti Halabga qaytib kelib, Hannanu Ma'mun va Sanoiy to'liq o'ttirlarda o'qituvchilik, Sha'baniya va Xusraviya madrasalarida mudarrislik qilgan. Andin siyosatga kirib Suriya majlisi xalq vakilligiga saylangan.
Majlis bekor qilinib tarqatib o'tilgandan keyin Damashq universiteti Shariat fakultetida o'qituvchi bo'lgan. Mu'jam fiqhul mahalli Ibn Hazm ensiklopediyasi tuzish hay'atining mudirligiga tayinlangan. 1965-yili Saudiya Arabiston Qonun Oliy instituti keyingi Imom Muhammad ibn Saudi al-Islamiyya universitetida o'qituvchi hamda aspirant yetakchisi bo'lgan. Yazliq ta'til uchun kelgan yurti Halabda ding'iz yalliq ko'ringan ba'zi ishlarga qarshi chiqqanlik sababli qo'lga ilinib 1 yilga yaqin zindonga banit qilingandan keyin turmadan chiqib Riyodga qaytib Jamiatul Imom Muhammad ibn Saud al-Islamiyyada 23 yil dars bergandan keyin Qirol Suud universitetiga o'tkazgan. 1988-yili va 2 yildan keyin bu universitetdan dam olishga chiqqan. 1990-yili Yaman, Sudan, Omdurman Islom universiteti, Qatar, Hindiston va Pokiston qatorliq ellarda universitet va institutlarda ziyoratchi ustozlik qilgan. U yana masjiddami dars o'tgandan sirt Turkiyani o'z ichiga olgan nurg'un ellarda o'tkazilgan islomiy yig'in va kengashlarga qatnashgan. 30 dan ortiq davlat va yuzlagan shaharlarga borgan. Shu vajidan o'z davrida ilm sayyohi deb atalgan. Shayx shar'iy bilimlarni keng va puxta egilib, islom dunyosining mashhur olimlaridan biriga aylangan. U fiqh, usulul fiqh, hadis va usulul hadis ilmlarida cho'nqur izlanib, bebaho va foydali kitoblarni tahqiqlash va tuzish ishlariga berilgan. Uningdan sirt u yana arab tili bilimlari sohasida keng ma'lumotga ega edi. Shayx Abdul Fattah nurg'un ilm va da'vat safarlarida bo'lgan. U goh dars o'tsa, goh leksiya so'zlaydi. Goh har xil ijozatlarni bersa, goh o'zi oladi. Mushu maqsadlar bilan Hindiston, Pokiston, Sudan, Marokash va Iroqlarga safar qilgan. U mushu safarlarda Hindi yarim orlidan nurg'un ilmlarni o'zlashtirib qolmay, shu diyor ulamolarining nurg'un ilmiy risola va kitoblarini tahqiqlab, ahli ilmlar orasida ularni tunutib, danqini chiqargan. Shu qatorda Abdulhay Laknavi, Muhammad Anvar Shah Kashmiri va Zafar Ahmad Tihanavi qatorliq olimlarning kitoblari uning ilmiy tirishchiliklarining natijasida keng o'qirmanlarga ulashgan. Abu G'uddaning ko'zga ko'ringan shogirdlaridan Muhammad al-Rashid ustozi tahqiqlagan va tuzgan kitoblari bo'lib, jam'i 73 parcha kitobni tizib chiqqan. Muhaqqiqlar ko'pincha hollarda qo'lyozma nusxalar orasidagi farqlarni bayon qilish va ba'zi yakki so'zlarni sharhlashdan nariga o'tmaydi. Lekin Shayx Abu G'uddaning tahqiqlari haqiqatan shu tahqiqlangan kitobni ikkinchi bir kitobga aylantirib etadi. U bir asarni qo'lga olsa, asli kitobdagi g'uvoliqlarni ro'shanlashtirish, kalimalarning bo'libmi kishi va yer-joy ismlarining to'g'ri o'qilishini bayon qilish, nodir va foydali mazmunlarni qistirishdan sirt yozgan tahqiqlari bilan ko'pincha holda foyda jihatdan asli kitobdan qilishmoqdek darajada tamomlaydi. Shu jihatdan o'quvchilar shayx tahqiqlagan kitoblarga erishishga to'liq hirisman edi. Islomni tunishtirish va hadis sharif xizmatiga qo'shgan tuhfa tirishchilarni taqdirlash yuzidan Marokash qiroli Hasan II va Bruney sultoni Hasan Balqiya tarafidan London Oxford Islom tadqiqot markazining tavsiyasi bilan 1995-yillik xalqaro hadis xizmati mukofoti bilan mukofotlangan. Ilm parvanisi bu zot ilmiga bo'lgan so'ygusi, shundaqla o'tmishda o'tgan salaf va xalaf olim allomalarning tuhfalarini davrdoshlarga tunishtirish maqsadida ilm va olimlar haqida maxsus bir qancha kitob yozgan. Jumladan Safahat min sabril ulama, olimlarning savrchanliklaridan ko'rinishlar, Qiymatuz zaman indal ulama, olimlarning nazaridagi vaqtning qimmati, Al-ulama'ul uzzabul ladina atharul ilmi ala zawaj, nikohdan ilmni a'lo bilib bo'ytoq o'tgan olimlar qatorliqlar. O'z davridagi Hanafi olimlarning akabirlaridan sanaladigan Shayx Abdul Fattah Abu G'udda rahimahulloh bir mujohid, olimda bo'lishga tegishli kuchli salohiyatlarni o'zida hozirlagan bo'lib, teran ilm va keng ma'lumot egasi edi. O'z xalqi va davrining mushkilatlariga bosh qotirib, musulmonlarning beshiga kelayotgan ko'ngilsiz qismatlarga diqqat qilib, g'amlarida g'amnak edi. U o'z ilmiy salohiyatiga yarasha tamkin va salmoq, hayvat va salobatlik, shirin kalom va so'zman notiqlik qatorliq sifatlarni hozirlagan bo'lib qolmay, qalbga yaqin, inkosi tiz kishi bo'lib, o'rinliq javoblari, qimmatli leksiyalari, nodir tabliğlari, yaqimliq va cho'nqur ma'nilik so'zlari bilan suhbatdoshlarini o'ziga asir qilib oladi. Uning bilan aralashgan odam xuddi uning ilmidan ta'sirlangandek adab axloqidan cho'nqur ta'sirlanadi. U suhbat, muomala adablariga nihoyat ko'ngil bo'lganlikdan
o'z kitoblarida hamda yozgan izoh sharhlarida adab axloqni ta'kidlash, adabli kishilarning ish izlarini hikoya qilish ko'p uchraydi. Shu qatorda shayxning qo'lingizdagi o'sha bu islom odobidan bir dasta atliq risolasiga, shundaqla Haris Muhasibiyning Risolatul Mustarshidin atliq risolasi va Abul Fatih Bustiyning Al-Hikam atliq qasidasiga yozgan izohlarga qarang. Shayx Abu G'udda ustozlar orasidagi adab jihatda axloqiy va kamtarligi bilan ulgili kishi edi. Shayx Mustafa Zarqa va uning otasidan ilm tahsil qilgan Abu G'udda o'zi dematlik saniladigan Shayx Mustafaning qo'liga necha qatim so'ygan edi. O'zi sharh yozib izohlagan Risolatul Mustarshidinning tunji nashridan bir nusxani ilib, yoshda o'zidan cho'ng va bir mazgil talibi bo'lgan ustozi Muhammad Najib Hayyatani yo'qlab berib, u zotga hadiya qilib qo'liga so'ygan edi va yana Bag'doddagi Shayx Abdul Karim Muddarisni ziyorat qilib turardi. Uning qo'liga suyib qo'yatdi va sovg'a taqdim qilatdi. Qalblar tabiiyla uningga ram bo'lib, ko'ngillar anga maftun bo'ladi. Kim bilan aralashib o'tsa, shu kishi tarafidan yaxshi ko'rilib, qadrlanadi va u kishining ishonchisiga sazovor bo'lib, tezla qarindosh, yaronlardan bo'lib qoladi. U oshqo'lliq va tez hayajonlanishdan yiroq, ishlarni shariatning inchiki mezoni bilan dangsaydigan kishi edi. Ana shu mezonni o'zimi, shogirdlarimi chang tutadi. Shayx Suriyada harakatchan, jalloq bir da'vat maktabi qurgan bo'lib, bu jarayonda uni o'ziga ustoz tutgan amaliy da'vatchilar 3 avlod yoki uningdan eshib ketgan. Uning ilm daryosining tatliq suyidan ichish sharafiga noil bo'lgan hammaylar birdak uningdan iftixorlanadi. 1965-yili yozliq ta'tilda yurtda Halabda bo'layotgan aksil islom zo'ravonliklari oldida Shayx islom frontiga o'xshash tashkilotlarni uyushtirishga tirishadi. Bu Halab olimlari ishida ijobiy bir harakatga turtki bo'ldi-da, turli cho'ng-kichik yig'ilishlarda Halab olimlari Abu G'udda bilan bir safda turdi va ko'pchilik Halab musulmonlari bu yig'ilishlarga aktiv qatnashib, o'zlarining ko'lami, kuchi va ittifoqligini namoyon qildi. Shayx Abu G'udda Xusrav masjididagi haftalik suhbatlarida munbar ustida necha minglagan musulmon amma oldida hozirgi davrdagi islom va musulmonlar masalalarini o'ttirg'a qo'yib, diktatorlikqa, mustabidlikka, sekularizmga va g'arblashtirish xohishlariga qarshi turadi. Shayx mustabidlarning jiniga takkach, yili u yoqdan, yili bu yoqdan tahdidlar kelib turadi. U bir kuni o'rnidan turib, musulmon mujohid olimga xos shijoat bilan mundaq degan edi: "Parvosizman, gar musulmon holda o'lsam, qayon bo'lsa Alloh uchun yiqilishim." Shayx 1966-yili qo'lga ilinib, Suriyaning Yaman nomi bilan mashhur Tamdur cho'l turmasiga 11 oy qamalgan. 1967-yildagi iyun urushi munosabati bilan qamoqdan bo'shatilgandan keyin Riyodga qaytib, 1990-yili dam olishga chiqquncha universitetda ishlagan. Dam olishga chiqqandan keyin ta'lif va tahqiq ishlariga markazlashgan. Hijriya 1917-yili Ramazon oyining oxirlarida Riyodda 10 ko'zidagi to'r pardasi yirtilishi bilan og'rib yetib qolib, Shavvolning 9-kuni Milodiya 1997-yili 17-fevral yakshanba saharda bu fani olamda Allohga taat ibodat, islom da'vati va islom ma'arifi bilan o'tgan 80 yillik umrini tamomlab boqiy olamga ko'chgan. Olimning vasiyatiga binoan janozasi Madina Munawvaraga elib berilib, Masjid-i Nabaviyning yendagi Baqiy qabristonligiga dafn qilingan. Alloh uningga cheksiz rahmat bag'ishlagay. Uning sungan yaxshi amallarni qabul qilib, xatoliklarni kechirgay. Musulmonlarni manfaatlantirgan yaxshiliklari uchun katta mukofotlagay.